inoq oila barpo qilish uchun ayollar nima ish qilish kerak, nima ishlarga diqqat qilish kerak? Kunda birga yashaydigan mangulik hayot safariga halol juftiga tabassum qilsa, buni qanchalik sabab bo'ladi? Er kishi demagan bilan bu xil ishlarni xursand bo'ladi, xushal bo'ladi. Bazı hemşirelerden yoldaşım bana uçuk çıray qilmaydi, öy kirisi men bilan paranglashmaydi, telefon qarabla o'ltiradi, bana ehmiyet vermeydi deganga o'xshagan qaqshashlarni anglaymiz. Amaliyotda turmushda ayolning ruhiy holati erga munosabatlik bo'lgandek, erning kayfiyatimi ayolning erga qilgan muomalasi va ba'zi ishlarga munosabatlik bo'ladi. Esimizde bo'lish kerakki, Alloh taolo er ayolni o'xshamaydigan mijozda, o'xshamaydigan xarakterda yaratgan. Her iki taraf qarshi tarafga muomala qilmoqchi bo'lganda, old bilan qarshi tarafni tushunish kerak va shuni mos shaklda muomala qilganda qarshi tarafga to'g'ri ochqich ishlatgan bo'ladi. Yani esimizde şu buluş gerek ki inoq oila barpo qilish uchun er ayol her iki taraf teng kuchuganda maqsadga yetgan bo'ladi. Men ilgirki darslarimda inoq oila barpo qilish uchun erlar qilishga tegishli ishlar va erlar oilada diqqat qilishga tegishli bir qancha ishlarni eskartdi. Endi bugungi darsimizda inoq oila barpo qilish uchun ayollar nima ish qilish kerak, nima ishlarga diqqat qilish kerak bu haqida to'xtalamiz. Shuning uchun bugungi darsimizni ayollarga xos dars desakmi bo'ladi. Shuning uchun erlar anglasanlarmi bo'ladi. Men sizlarga tuanda inoq oila barpo qilish uchun ayollar qilishga tegishli 7 xil mahoratni tavsiye qilaman. Birincisi, yo'ldoshingizni madhiyalang, qadrlang, qo'llang. Ayollarga shuni deymanki, erlar har qanday yerda maqtashni, taqdirlanishni va qo'llanishni xohlaydi va buning eng avval oilasida ayoli tarafidan bo'lishni orzu qiladi. Shuning uchun yo'ldoshingizni bolalaringizga va ota-onangiz oldida hatto o'zining yuziga maqtang. Bu er kishiga ajoyib energiya beradi. Aksicha er kishi ayoli tarafidan madhiyalanmasa, taqdirlanmasa, qo'llashga erishilmasa, kayfiyati tutiladi, ochiq keladi. Oilasi uchun bir ish qilg'usi kelmaydi, badal to'lash enge tushib ketadi. Uydan qochqusi keladi. Bu bir uchuq haqiqat. Shundaqla yo'ldoshinlarni taqdirlanglar. Ya'ni uning oila uchun jafo tortayotganligini aytib, minnatdorliginglarni bildiringlar. Bu ba'zi gap bilan bo'ladi, ba'zi amaliy ish harakatinglar bilan bo'ladi. Masalan, yo'ldoshinlar ishdan kirgan vaqtida charchadingiz degan gaplar bilan oldiga bir piyola issiq choy qo'yinglar. Shundaqla yo'ldoshinlarni eng kuchli, eng aqlli odam deb tuninglar va bu tunishinglarni yo'ldoshinlarga his qildiringlar. Shundaqla yo'ldoshinlarni qo'llanglar. Qo'llash qanday bo'ladi? Yo'ldoshinlar ishlash jarayonida uy kech qolsa yoki bolalar bilan uzun vaqt o'tkazolmasa, bolalarga vaqt ajratolmasa, bunu bolalarga to'g'ri tushuntiringlar. Bolalarim, dadanglar bizni deb shunday kech qoldi, jafo tortyotdi. Biz bilan ko'p vaqt o'tkazishga vaqt ajratolmayotdi. Dadanglarning biz bilan ko'p vaqt o'tkazgisi va sizlar bilan o'ynag'isi va ammo biz uchun, oila uchun bu shunday jafo tortyotdi deb bolalarga buni to'g'ri tushuntiringlar. Shundaqla oilada bir ishlar bo'lib qolsa, agar o'zinglar qila olsanglar, o'zinglar hal qila olsanglar, uni yo'ldoshinlarga qo'ymay hal qilishga tirishinglar. Er kishi demagan bilan bu xil ishlarni xursand bo'ladi, xushal bo'ladi, kayfiyati ko'tariladi. Ikkinchisi, yo'ldoshinlarga ishoninglar va uni cho'ng ko'ringlar. Erlar ayollarning o'ziga ishonishini va o'zini hurmatlashini, o'zini cho'ng ko'rishini xohlaydi. Shunga yo'ldoshinlarga uning har qanday qiyinchiliklarni yengalaydiganligiga ishonadiganligini bildiringlar, his qildiringlar. Ayollar yo'ldoshiga ishonganda, erlar barliq kuyimchanligini va barliq kuchini oilasiga qaratadi va mehribonligini, sevgisini ayoliga beradi. Hargizmi yo'ldoshinlarni bir ishlarning hudisidan chiqolmaydigan nonqapi, bekor, talat ko'manglar va bunday shaklda asla muomala qilmanglar. Aksicha, men sizlarga ishonaman. Sizlar bu ishni chuqur qila olasizlar. Qishingda manba deb uningga tayanch beringlar, ishonch beringlar. Chunki erlar o'zini tuvan ko'rgan yerda asla turmaydi. Shundaqla o'zini tuvan ko'rgan ayolga asla bog'lanmaydi. Sizlar eringlarni tuvan ko'rsanglar, bir ishning hudisidan chiqolmaydigan ko'rsanglar, sirtda uni cho'ng ko'radigan ayollarning keyindan minib ketish ehtimoli bor. Uchinchisi, gunoh bo'lmaydigan ishlarda eringlarga, yo'ldoshinlarga itoat qiling. Bu musulmon ayol uchun bir ibodat. Erlar ayollarni boshqarishni xohlaydi. Erlarda bir tug'ma ustunlik bo'ladi. Hargizmi bu ustunlikni erdan talashmang. Har qanday er hargizmi o'zining ayoli tarafidan kontrol qilinishini, ayoli tarafidan boshqarilishini asla xohlamaydi. Shunga bu nuqtani uningga his qildiringlar. O'zinglarning uningga itoat qilganliklarini bildiringlar. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda erlarni ayollarga itoat qilishga emas, ayollarni erlarga itoat qilishga buyurgan. Chunki erlarda shunday tabiat bor. Ayoli itoat qilsa, uningga kuyimchanlik qo'zg'aladi. Aksicha ayoli isyon qilsa, ya'ni itoat qilmasa, o'zini cho'ng ko'rsa, er kishini haqir ko'rsa, tuvan ko'rsa, erning u ayolga hech qanday muhabbati bo'lmaydi, kuyinishi bo'lmaydi. Shundaqla ayol kishi erga itoat qilmaganda oiladagi tangpunglik buziladi. To'rtinchisi, er kishi uy kirgan vaqtida uni tinchlantirib qo'yinglar. Ya'ni er kishi ishdan kirib bo'lguncha uyda yuz bergan ba'zi kelishmasliklarni uningga aytmang. Oldin uyga bir kirsin, chayni bir issin, tinchlangandan keyin uningga ayting. Hatto ba'zi salbiy ishlar, o'ngsizlik ishlarni emas, ishdan kirib bo'lguncha uningdan savol xarakterida savol so'ramang. Masalan, nima deb kech qoldingiz? Nechqa baldur kelmaysiz? Falon narsani akeldingizmi? degan bu savolni ishdan kirib bo'lguncha so'ramanglar.
uyga bir kirsin, demini bir alsın, hadıqını alğandan keyin so'ranglar. 5-incisi, er kishi uyga kirgan vaqtida tabassum bilan kutib oling. Er uyga kirgan vaqtda ayolning tabassum bilan eshikni ochishi, erning bir kunlik hadıqini chiqarib. Ham bu yo'ldashinglar qilgan yaxshilik sadiqa bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir musulmonning qarindoshi qilgan bir tabassumi sadiqa deydi. Tunimaydigan bir qarindoshiga emas, kunda birga yashaydigan mangulik hayot safariga halol juftiga tabassum qilsa, buni qanchalik savab bo'ladi? Buni oddiy ish deb sal qaramang. 6-incisi, erlaringlar uchun xususiy shaklda go'zal tamoq, go'zal dasturxon hozirlang. Erlarning muhabbati ularning oshqozonidan besib o'tadi deydigan bir gap bor. Bu gapning asosi bor. Kayfiyati nachar yoki ochiqqa to'lgan bir erni ayolning ajrasingan go'zal bir dasturxon hammasini ko'tarib o'tadi. Chunki u dasturxonga "Erim, sen men uchun qimmatlik, qadrlik, men seni hurmatlayman, men sen uchun jafo tortishga rozi" deganga o'xshagan nurg'un ma'nolar singan bo'ladi. Har bunidan xursand bo'ladi. Hargiz u quruq to'yganlik uchun emas. Shunga go'zal bir dasturxon ayollarning erlarga ko'ngil ifodalashining bir yo'li, shundaqli bir usuli. 7-incisi, yo'ldashingizning ota-onasini, urug' tuqqanlarini, mehmonlarni hurmatlang. Ular qilgan hurmatingiz yo'ldashingiz qilgan hurmatingiz bo'ladi. Ya'ni yo'ldashingiz bundan intayin xursand bo'ladi. Yuqorqi 7 xil usul balki sizga oddiy bilingan bo'lishi mumkin, ammo bu bir qancha tajribalardan o'tgan, oila haqidagi bir qancha ilmiy materiallarda isbotlangan, erning kayfiyatini yuqori ko'taradigan, shundaqla erni ayoliga bog'laydigan va uning kuyimchiligini qo'zg'atadigan usullar.